Osmon yorlig'i hozirgi prezidentlarga ham beriladimi degan g'ayritabiiy savol bor ekan. Qarang, osmon yorlig'i tushunchasi miloddan avvalgi qadimgi Xitoyda paydo bo'lgan tushuncha. Unda o'sha davrda qadimgi Xitoyda aholisining dunyoqarashi, siyosati, huquq tizimi, qonuni shunday bo'lganki, ular o'ylagan koinotda deb o'ylagan jamiki tartib-qoidalarni o'zida mujassamlashtirgan. Osmon, demak, yerda ham bir hukmdor yaratadi degan. Yerda tayinlanayotgan imperator osmondan yorliq oladi deb tushungan va imperatorlik qonuniylashtirib qo'yishdi bitta yo'li mana shu osmon yorlig'i bo'lgan. Ular o'sha osmon yorlig'i orqali imperatorlikni qonuniylashtirib qo'ygan. Yorliq olgan imperatorlar o'zini osmon o'g'li deb atagan va yerdagi eng katta hukmdor sifatida o'zlarini ko'rgan. Mana shu osmon o'g'li bilan bog'liq bir hodisalar Amir Temur bilan ham keladi. Xitoyda o'zini osmon o'g'li deb atagan imperator Amir Temurga elchi boradi. Elchi Amir Temurning oldiga kelib, "Ma'lumingiz ersinki, bu yerlar osmon o'g'lining yerlaridir. Andin sizga salom olib keldim" deganda Amir Temur elchiga qarab, "Yaqinda 400 minglik lashkarimiz ila alik olgani borg'aymiz" deb javob beradi. Ya'ni osmon yorlig'i u qadim paydo bo'lgan, o'sha davrda aholini tushunchasi shunaqa bo'lgan va hukmdorlikni, imperatorlikni qonunlashtirib qo'yish uchun ishlatilgan hujjat. Hozir demokratik davlatlarda hukmdorlik demaylik, prezidentlik saylov yo'li orqali o'sha prezidentlar saylov tarzida o'zlarining lavozimiga, vazifasiga tayinlanadi. Osmon yorlig'i yo'q.